Luis Enrique yilning eng yaxshi murabbiyi bo'lish uchun asosiy favorit. Jamoa ajoyib ikkita yurishni amalga oshirdi. Ya'ni futbolda yana bir qoidani yuzaga chiqardi. PSG qanday jamoa ekanligini bilardingiz. Pullar va yulduzlarni olib kelamiz, shu bilan yoramiz. Lekin unday bo'lmadi. Qayta saboq olaverdi. 3 ta dangasa yulduzlarni jamoadan ketkazdi. Messi ketdi, keyin Neymar ketdi, keyin Mbappe ketdi. Luis Enrique kelganida u Mbappeni saqlab qolishni xohlagan, faqat sal o'zgarishini istagan. Mbappe o'zgarishni istamadi va men Chempionlar Ligasi qiroli bo'lmish, Chempionlar Ligasini har 2 yilda bemalol yutib oladigan klubga ketaman. Sen qolasanlar, men Chempionlar Ligasini boshim uzra ko'taraman. Sizlar bilan bo'lmadi deb ketdi va qizig'i Mbappe ketgandan keyin Real birorta sovrin ola olmayapti. Boshidagi sovrinlarni kelinglar qo'shmanglar. Tayinli sovrin ola olmayapti va Mbappedan qutulgan PSG qatorasiga 2 bora chempion bo'lyapti. Bu nimani bildiradi? Bu futbol jamoaviy o'yin ekanini. Bugungi kundagi jahon yulduzlari xuddi Dembele kabi, xuddi Xvicha kabi, xuddi Saka kabi, Yokeresh kabi, Havertz kabi jamoaga ko'proq yordam berib o'ynashlari kerakligini tushuntiradi. Shunaqa o'ynamasa, endi bundan buyon yulduz futbolchi jahon futboldan o'zining darajasidagi futboldan o'chib ketishi mumkin. PSG shu narsani isbotladi. PSG ham jamoaviy sifatda aprelga yaxshi bo'lib kelish programmasini o'zlashtirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan jamoaviy o'yinda manaman degan Fransiya tarixidagi eng zo'r futbolchilardan biri, jahon futbolining yorqin yulduzlaridan biri bilan ham xayrlashib, uning o'rnini nainki bildirmaslik, balki ketganiga shukrlar qilib yuboradigan darajadagi futbolni ko'rsata olishini ko'rdik.